Sanat fakültesi o'zining yo'nalishiga mos, uni yotoqxonada sharoitlar ko'rsatilgan. Shu sharoitlardan qanday foydalanyapsizlar? Unumli. Yerda o'zlaringizni loyihalaringizni amalga oshiryapsizlar. Shular bilan ham bir tanishib o'tib ketamiz. Bu kolleksiyamning namunasidan biri kursdoshlarim bilan birga o'zi kolleksiyani yaratyapmiz. O'zi bu loyihasi. Qanday nomlanyapti kolleksiya? Milliyligimiz yo'qolmasligi sababli milliylikni olib chiqyapmiz. Milliylik zamonaviyligi bilan uyg'unlashgan. Yoshlar kiyadigan, yoshlar uchun. Necha kishi shug'ullanyapsizlar bu loyiha bilan? Birga ishlayapsizlar. Hozir o'qituvchilarim bilan birgalikda hozir olib boryapmiz. Ularning ko'magi ostida hozir yaratib. Men ham bu yerda tikish qilaman, opam bilan birgalikda. Talabamizga bahorga, Navro'zga ko'ylak tikayapman. Avvalambor sizga kattakon rahmat. Mana sharoitimizda o'zimizga har nima turbisom qilyapmiz. Lekin bo'sh vaqtimizda bemalolki ishlatamiz. Navro'zga endi qaysi bir matoni tanladingizlar? Milliy liboslarimizni ko'proq tikyapmiz. Bizam zakaz bersangiz bo'ladi? Bemalol. Bemalol. Siz bemalol nima tikyapsiz hozir? Topshiriq berganmiz. Sexlar bilan bog'lab beringlar degan. Qarama-qarshiimizda sex bor, o'shani ish beruvchisi bor, keltirib bularga beradi. Uchun nimaga zardo'zlik korxonasiga bordik va tikish bilan yaxshi jarayon bilan tanishdik. Yaxshi o'rganyapman, o'rgatyaptilar. Zardo'zlik o'zi o'rta asrlarda paydo bo'lgan bo'lib, Buxoroda juda yaxshi rivojlangan va tilla va kumush suvlarni iplarga yugurtirib to'qiladi. Buni to'qish jarayoni bo'lsa, 4 burchak katta o'zini maxsus korchuk moslamasi ustida tortiladi va baxmal tagida maxsus qotiriladigan klevoy deymiz endi o'zimiz tilimizda. O'sha qotirilib, keyin ustida esa maxsus kartonlarda shunaqa naqshni o'zi tushiriladi avval, maxsus apparatda kesib olingandan keyin ustidan quyib zar ip bilan tikib chiqiladi va shunaqa 3D formatdagi bo'rtiq naqshlar hosil bo'ladi. Shakarak degan iplari o'zini o'shalarni o'rashni, tayyorlashni ham o'rgatdilar. Endi boshlayapsizlar. Faqat kichkina narsalar hozircha. Kichikdan boshladimda. Kichik texnikasini bilib bo'lsangiz, shunaqa. Bo'sh asosi yaxshi bizga tanish bo'ldi. Qadim zamonlarda osmonda quyosh, bulutda yomg'ir yog'ayotgan paytda o'sha ariqda kamalak paydo bo'ladi. U mana shunday matoga kamalakdagi barcha ranglarni tushiradi. O'sha zamonlardan beri xon atlasi deb nom olgan. Ebru bandi degan nima bor? San'at turi bor. Bilasizlar Ebru bandi? Suvda naqshlar. Ha. Shu atlasni o'sha kelib chiqishi shundan boshlangan. Bilasiz, avval qog'ozda, keyin matoga o'tgan. Asli kelib chiqishi Buxoroda. Turkiyalik tuman beruvchi o'g'li degan professor bilan shuni tiklab, u shu darajaga yetgan. O'sha Ebruni ko'proq u kitoblarga naqsh berishda hozir saqlanib qolgan. Mirzo Bedil yashagan vaqtdagi kitobi ana shu Ebru bilan naqsh berilgan. Shunda aytdi, mana ko'rding, men so'zimni isbot dedi. Siz ota-boboyingizni tarixini unutgansiz. Asli o'sha atlaslarga beriladigan naqshlar ham Ebrudan kelib chiqqan. Ya'ni suvda naqsh qilinib, undan keyin qog'ozga o'tkazilgan, keyin matoga o'tkazilgan. Mana shuni ham tarixini o'rgatish kerak. Necha kishi turasizlar bu yerda? Xonamizda 3 kishi turamiz. Ahil, inoq, kelishgan holatda birga yaxshi ko'ramiz. Men Navoiydanman asli. Shira joylashdik, qulayligi, ana institutga borib kelish uchun vaqtdan unumli foydalangan holda har kuni ishimizga ulguramiz. Xonamizda kitobxonamiz bor. Bu yerda kutubxona bor? Tashkil etilgan. Kutubxona ham tashkil etilgan. Har doim ochiq, har doim borib o'zimizga kerakli bo'lgan kitoblarni topib olamiz. Ishlaringizni olmadi. Nechinchi kurslar hozir? Ikkinchi kurs. Sharoitlar qanaqa? Darslar yaxshi. Laboratoriyalar, amaliy mashg'ulotlar qanday? Laboratoriyada o'sha laboratoriya xonasiga borib o'tyapmiz.
Bu yil ustoz asosiy e'tiborni o'qishga, ingliz tili, kompyuter kurslariga qaratdim, chunki erta magistraturaga, doktoranturaga xohlayman shu yerda o'qishni, chunki bu muvaffaqiyatlarga erishishimda albatta meni shu institut ko'tardi, shu institut qo'llab-quvvatladi. Shuncha shart-sharoit, shuncha stipendiyalargacha meni tavsiq qilib bergandan keyin boshqa joyga ketishni istagi yo'q. Qarang, bu qiz juda ham, mana bu qizimiz kostyumlar tikar ekan, nima kolleksiyasini tayyorlash kerak-da, xalqaro tanlovlarga tayyorlash kerak. Hamma sharoitlar bormi? Ha, xudoga shukr, hamma sharoit bor, hammasi yaxshi. Hayotda ideal deb tanlagan insoningiz kim? Kimga namuna sifatida qaraysiz hayotingizda? Xo'sh, Mening idealimdagi odam bu meni onam bo'ladi-da. Onam o'zlari yemay ichirganlar, kiymay kiydirganlar. To'g'ri, har qanaqa vaziyat bo'ladi, onamga gap qaytargan kunlarim ham bo'lgan, kechirim so'ragan kunlarim ham bo'lgan, lekin bari onaga teng kela olmaydi hech kim. Dugonam ham, sirdoshim ham, hamma sirimni onamga aytaman. xohlaysizmi onangizga yaxshi ko'rishni aytishni? Mayli. Nimani o'qiyapsiz mana? Alo, ona. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom, qanday yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat ona. Sizni yaxshi ko'raman, Borisga shukr. Rahmat, qizim. Mana yaxshi ko'raman. Mayli, Borisga shukr ona. Ko'ryapsanmi? Bir daqiqa vaqtni olmaydi yaxshi ko'raman degan gapni aytish, mard bo'lib tan olib kechirim so'rash, lekin nimagadir tortinamiz. Xohlaymiz, lekin nimadir to'xtatadi. Kelajakka maqsadlar qo'ygansiz. O'zingizning maqsadlaringizga sobitqadamlik bilan borishni bilish kerak. Mana shuni ham agar chiroyli qilib, o'zingizni o'sha nafosat bilan, chiroyli bir nima deydi, ibohayo bilan yo'q deganda shartda yo'qlamaymiz, lekin shuni ham mana psixologlarimiz birga ishlasalar, mana shu masala ham baribir qizlarimizga kerak bo'ladi. Tushkunlikka tushib qolgan vaziyatingizda qanday qilib o'sha holatdan chiqib ketasiz? Tushkunlik depressiya deb tushunadi. Qanday qilib o'sha holatdan chiqib ketasizlar? Depressiyaga tushib, menda nimadir o'xshamay qolsa, biroz tashqarida yurib kelaman, lekin ana shu narsa yomon bo'lsa ham shuni yaxshi tarafini o'ylayman. Birinchi navbatda shuni o'zimga hayotimda hamma narsada ham qonun qilib olgan. Mana shu dadam eng yaxshi psixolog, eng yaxshi inson, ideal inson. Men dadamday bo'lishni orzu qilaman. Men dadamga aytganman. Dadam, men ham sizday bo'laman dedim. Qattiq depressiyaga tushgan paytim yaxshi narsalarni o'ylab chiqsa, avtomatik insonni ongi tozalanadi, gormonlar yana normaga keladi va yana siz o'sha настроенияni bir xil darajada ushlay olasiz. Yo'q narsani ki o'zimizga muammoni kattalashtirib olamiz. Aslida muammolar biz yechib biladigan muammolar bizga duch keladi. Biz uni aslida yechib bilamiz shuni. Lekin yechim topmasak, bu bizning orqamizdan kelaveradi. Muammoni yechmasak, o'tirib olib, mana hozir aytganlaridek shuni bir nima deydi-ku, do'ppini bir chetga olib qo'yib deydi-ku, mana shunday qilib agar o'ylab, unga yechim topishga harakat qilmasak, u albatta bizning orqamizdan kelaveradi. Uni yechish kerak. Yechish qanaqa bo'ladi? Avval undan kuchli o'zingizni his qilishingiz kerak. O'sha muammoda siz kuchlisiz aslida. Siz undan kuchingiz yuqori, shuning uchun sizga duch kelyapti. Siz uni yechib bilasiz. Lekin yechim topish uchun o'zini bosib olish kerak. O'zini kuchini inson shunaqa mavjudotki, mana bilasizlar, butun o'sha mavjudotlar ichida eng oliysi hisoblanadi. Chunki ham fikrlash, ham jism berilgan, ham ruhiyat berilgan, ong berilgan, tafakkur berilgan, hammasini agar ishga solsa, hammasini birgalikda ishga solsa agar eng juda kuchli mavjudot. U har qanday yaratilgan yoki inson qo'li bilan biz ba'zida inson qo'li yaratilgan texnikani oldida o'zimizni ojiz his qilamiz, masalan. Lekin ular bizga yordamchi aslida. Hammasi bizga yordamchi bo'lishi kerakda, biz ulardan foydalanib hayotimizni yaxshilab ketaverishimiz kerak. Va bizga berilayotgan har bitta sinov
Bu bizni irodamizni chiniqtirishi kerak. Mana hozir qizlarimiz ko'ryapmiz, kitob o'qigan qizlarimizda juda birov javob beryaptilar. Tahlil qila oladi. Tahlil qiladi. O'sha dunyoga qarash, dunyo qarashi butunlay boshqacha bo'ladi. Shuning uchun kitoblarni ko'proq o'qish kerak. Kitob o'qiganimizda salbiy qahramonlar, ijobiy qahramonlar, salbiy qahramondan xulosa chiqarish, ijobiy qahramondan nimadir olishni o'rganamiz. Endi bizga qo'yib bersangiz. Kitobingizniki? Ha, xursand bo'ladi. Aytolmagan fikrlar bo'lsa, bemalol yozishlaringiz mumkin.